Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Sizga elektron kalit yoki raqamli imzoni olish jarayoni haqida batafsil ma'lumot bermoqchimiz. Ko'pchilikni e-imzo yoki raqamli imzoni olish jarayoni qiziqtirayotganini payqadik. Biz sizga ushbu jarayonni tushuntirishga va kerakli ma'lumotlarni taqdim etishga yordam berishga tayyormiz. Biz ERI, ya'ni elektron raqamli imzoni olishni ikkita yo'lini tushuntirib o'tamiz. Birinchi usul e-imzo ilovasini yuklab oling va uni kompyuteringizda ishga tushiring. E-imzo.uz saytiga tashrif buyuring va u yerdan ERI ni olish tugmasini bosing. Bosqichma-bosqich ko'rsatmalarga rioya qiling. Shaklni to'ldiring, shaxs turlarini tanlang, yuridik yoki jismoniy. Kerakli ma'lumotlarni taqdim eting. Pasport fotosurati va pasport selfiesini yuklash orqali shaxsni aniqlash jarayonidan o'ting. Oyna tasviri bo'lmasligi uchun kimdir sizni suratga olib qo'yishni tavsiya qilamiz. Kalit uchun parolni kiriting. Parolni eslab qolish yoki yozib qo'yish muhim. Davlat bojini to'lashingiz kerak. Payme va klik to'lov usullaridan foydalansangiz bo'ladi. Arizani yuborganingizdan so'ng imzo bir ish kunida yoki bir zumda tayyor bo'ladi. Siz uni C diskida tekshirishingiz mumkin. Ikkinchi usul, yagona darcha markaziga boring va yuridik tashkilotingiz, masalan, YATT yoki MChJ uchun elektron raqamli imzo uchun ariza bering. Arizangizni topshirganingizdan so'ng davlat bojini to'lashingiz kerak. 2 kun ichida sizga Telegram orqali raqamli imzoni fayl va parol bilan birga taqdim etadilar. Umid qilamizki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda boshqa qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bog'laning. E'tiboringiz uchun rahmat.